Imzo brendi o'zining turli xildagi sifatli mahsulotlari bilan xalqimiz orasida ommalashishga ulgurdi. Bugungi kunda yurtimiz bo'ylab fabrikaning showroom hamda dilerlik markazlari mijozlar uchun tunu-kun tezkor va sifatli xizmat ko'rsatib kelmoqda. Hammasi nimadan boshlangan edi? Bir g'oyadan, bir qarordan, bir imzodan. Katta maqsad ortidan ergashgan jamoa va qat'iyatli rahbar. Maqsad bitta edi: millionlab xonadonlarni zamonaviy va energiya samarador romlar bilan ta'minlash. 2016-yil 16-aprel O'zbekiston va butun Markaziy Osiyodagi eng yirik va yuqori texnologik rom fabrikasi o'z eshiklarini ochdi. Shu kundan boshlab fabrikada xalqaro standartlarga to'liq mos, sertifikatlangan va yuqori texnologik rom hamda eshik mahsulotlarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Zamonaviy Yevropa uskunalari asosida tashkil etilgan avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari uzluksiz faoliyat yuritib, o'zbekistonlik iste'molchilarga barqaror sifat va yuqori darajadagi ishonchlilikni ta'minlamoqda. 2017-yil yanada baland marralar yili bo'ldi. Bir loyiha doirasida 1 million kvadrat metr mahsulot ishlab chiqarilishi kompaniyaning ulkan salohiyatini namoyon qildi. Imzo shunchaki rom emas, u 100 minglab oilalar uchun ishonchli kelajak poydevorini yaratdi. Xalq ishonchi va bozor talabi ortib borar ekan, kompaniya oldiga yanada ulkan maqsadlarni qo'ydi. Endilikda faqat Toshkent shahri bilan cheklanib qolmay, yanada ko'proq hududlarni qamrab olish yo'lini tanladi. Chegaralarni kengaytirish yo'lida muhim burilish nuqtasi 2021-yilda Nukus shahrida yangi fabrikaning ishga tushirilishi bo'ldi. Aynan shu bosqichdan boshlab Imzo rivojlanishning yangi darajasiga ko'tarildi. Keyingi yillarda mamlakatning turli hududlarida 8 ta franshiza fabrikalari bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilib, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Har bir yangi fabrika bilan birga zamonaviy showroomlar ham ochilib, mahsulotlar iste'molchiga yanada yaqinlashtirildi. Natijada bu tashabbuslar nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqdi, balki minglab yurtdoshlar uchun barqaror ish o'rinlari yaratilishiga ham xizmat qildi. Hozirgi kunda imzo tizimlari butun respublika bo'ylab minglab obyektlarda muvaffaqiyatli joriy etilgan. Ular turar joylardan tortib, mehmonxona, ta'lim va tibbiyot muassasalarigacha bo'lgan keng qamrovli loyihalarda qo'llanilib, har bir hududga qulaylik va ishonch olib kiradi. Imzo har doim xalq bilan birga bo'lishni o'zining eng muhim qadriyati deb biladi. U mijozlarga yanada yaqinlashish yo'lida har bir xaridor fikrini e'tibor bilan tinglaydi va uni faoliyatining ajralmas qismiga aylantiradi. Shu bois mijozlar kompaniya bilan birga o'sib borayotgan sodiq hamkorlar uchun keng ko'lamli aksiyalar hamda qo'llab-quvvatlash dasturlari amalga oshirilmoqda. Imzo kompaniyasi eksport salohiyatini izchil oshirib, geografiyasini kengaytirar ekan, mahsulotlarini global bozorga faol olib chiqmoqda. Ular Angliyaning sovuq iqlimidan tortib, Qatarning jazirama issig'igacha bo'lgan hududlarda o'zini mukammal namoyon etib, zamonaviy me'moriy yechimlarga yangi ruh bag'ishlamoqda. 2023-yilda Imzo nufuzli yil brendi mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu mukofot shunchaki e'tirof emas, bu minglab mijozlar ishonchi, samimiy tanlovi va imzoga bo'lgan chin dildan bildirilgan hurmat ifodasidir. Imzo ushbu ulkan yo'lning asoschisi Jahongir Abidovich Ortiqxo'jayevga yuksak marralarni ko'rsatib berganlari va bildirgan ishonchlari uchun cheksiz minnatdorchilik bildiradi. Shuningdek, kompaniya bu 10 yillik yo'lni birga bosib o'tgan jamoaga, ishonchli hamkorlarga va mijozlarga chuqur tashakkur izhor etadi. Bu yerda ishlab ketganligi va ishlayotganligi ulkan omadlar. Har qadamda xizmat qilishdan xalqimizga charchamaydi.
Xudo bizlarni 10 yilligini, 20 yilligini nishonlab yurishni birgalikda nasib aylasin. Imzo 10 yil siz bilan birga. Imzo 10 yiling muborak bo'lsin.